Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston kasaba uyushmalari faollari va faxriylar bilan uchrashuv o'tkazdi. Davlatimiz rahbari tadbirda nutq so'zlab, kasaba uyushmalarining ko'p millionli a'zolariga o'zining yuksak hurmati va ezgu tilaklarini bildirdi. Yurtimizda xalqparvar, ijtimoiy davlat qurish, inson qadrini ulug'lash barcha islohotlarimizning bosh maqsadiga aylangan hozirgi kunda ularning boy bilim va tajribasi juda muhimligi ta'kidlandi. Islohotlarning ilk kunlaridan inson qadri uchun degan ezgu g'oyani amalga oshirish uchun avvalo iqtisodiy ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga ustuvor e'tibor qaratildi. Bu yo'ldagi sa'y-harakatlar tufayli aytib o'tilganidek 8 yilda iqtisodiyotimizga 130 milliard dollar investitsiya kirib keldi. Minglab yangi quvvatlar ishga tushirildi. Millionlab doimiy ish o'rni yaratildi. Xususiy sektorga keng yo'l ochilib, odamlarga munosib mehnat sharoiti yaratib berilgani uchun jon boshiga daromad 3,5 ming dollarga yetdi. Qayd etilganidek, har bir insonning huquq va erkinligini ta'minlash, mehnatini muhofaza qilish, kafolatlangan ijtimoiy himoyadan foydalanishi uchun mustahkam qonuniy asoslar yaratildi. Ayniqsa, yangilangan konstitutsiya, yangi tahrirdagi mehnat kodeksi, aholi bandligi to'g'risidagi, kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonunlar qabul qilingani bu yo'nalishdagi muhim qadamlar bo'ldi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti standartlarini qabul qilayotgan eng faol davlatlar safidan joy olayotgani dunyo hamjamiyati tomonidan ham e'tirof etilmoqda. 8 yil oldin ushbu tashkilotning O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan hujjatlari soni 12 ta bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 25 taga yetdi. Davlatimiz rahbari tadbirda bir qator muhim tashabbuslarni bayon qildi. Kelgusi yildan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoriga oid qonunchilik hujjatlari loyihasini ishlab chiqishga ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha 3 tomonlama respublika komissiyasini ham jalb qilish taklif qilindi. Bu mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini belgilashda xodimlar manfaatini kafolatli himoya qilish bo'yicha yangi yondashuv bo'ladi. Endi kasaba uyushmalari ham mahallalar bilan yaqindan ishlaydigan samarali tizimni yo'lga qo'yishi taklif qilindi. Bandlik vazirligiga kasaba uyushmalari bilan birgalikda platformalarda faoliyat yuritayotgan fuqarolarning mehnat huquqlarini himoya qilish va mehnat muhofazasini ta'minlash, ularning hayoti xavfsizligini sug'urtalash bo'yicha asoslangan takliflarni hukumatga kiritish topshirildi. Xotin-qizlarning faol ijtimoiy qatlam bo'lib shakllanishida kasaba uyushmalarini yetakchi kuchga aylantirish uchun bugun barcha imkoniyatlar mavjudligi ko'rsatib o'tildi. Bu borada kasaba uyushmalari ayollar manfaati yo'lida degan shior asosida yangi tizimni yo'lga qo'yish taklif etildi. Turli sabablar bilan ishsiz qolgan, mehnat jarayonida kasallik yoki nogironlikka chalingan odamlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kafolatlarini kuchaytirish ham dolzarb vazifadir. Shu bois, to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun qabul qilinishini tezlashtirib, unda ijtimoiy sug'urta jamg'armasini shakllantirishda ish beruvchi va xodimlar ishtiroki aniq belgilab berilsa, adolatdan bo'lishi ta'kidlandi. Bu yil butun mamlakatimiz bo'ylab kasaba uyushmalari harakatining 120 yillik yubileyi keng nishonlanmoqda. Bundan 4 yil oldin Toshkent shahrida tashkil etilgan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tarixi muzeyi sohaga oid ma'lumot va eksponatlar bilan xalqimizni tanishtirishda muhim rol o'ynamoqda. Mana shu ulug' sana munosabati bilan prezidentimiz mehnatkash xalqimizga chuqur hurmat va ehtirom ifodasi sifatida har bir hududda kasaba uyushmalari bog'larini tashkil etishni taklif qildi. Uchrashuvda kasaba uyushmalari vakillari bilan muloqot o'tkazilib, ularning taklif va tashabbuslari tinglandi. Tafsilotlar bilan navbatdagi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.